Xabi Alonso Real Madridni tark etganda ham Viniciusga hushtak chalishdi va Alvaro Arbeloa Bernabeuda o'zining ilk g'alabasini Real Madrid bilan qo'lga kiritganda ham Viniciusga hushtak chalishdi. Do'stlar, bugun o'yin to'g'ri Real Madrid g'alaba qozondi. Katta ustunlik bilan adashmasam 11 yoki 12 ta aniq zarba yo'llagan holda Levanteni mag'lub etdi, lekin shunga qaramasdan Florentino Perez, Jude Bellingham va Vinicius muxlislar tomonidan ancha hushtakbozlikka uchrashdi. Bunga sabab nima deyishingiz mumkin? Chunki Vinicius klassikoda juda ham chiroyli gol kiritdi, lekin shunga qaramasdan Bernabeu Viniciusga hushtak chala boshladi, chunki juda ko'pchilik aynan u sababli Xabi Alonso klubni tark etdi degan mana shunday bir fikrda yuribdi. Bunaqasi avval bo'lmagan ekan. Bo'lib ham do'stlar, Florentino Perez Real Madrid tarixidagi eng muvaffaqiyatli, eng mashhur prezidentlardan biri. Unga hali hech qachon Bernabeu hushtak chalmagan ekan, ya'ni undan iste'fo talab qilgan holda chalishgan hushtakni. Va do'stlar, Vinicius buni to'g'ri qabul qilish kerak, chunki bilasiz, Xabi Alonso va Vinicius o'rtasidagi tanlovda klub braziliyalik futbolchi tomoniga o'z qarorini qildi. Xabi ketdi. Endi u Real Madrid bilan o'z shartnomasini uzaytirish shart, chunki agar bunday bo'lmaydigan bo'lsa, u boshqa klubga ketadigan bo'lsa, juda katta muammolar, ya'ni u Bernabeuda persona non grata, ya'ni Bernabeuda yoqtirilmaydigan insonlar ro'yxatiga kiritilishi mumkin. Shunaqa gaplar do'stlar, Viniciusga oson bo'lmasligi aniq. Va do'stlar, Vinicius Bernabeudagi muxlislarni faqatgina o'z gollari bilan tinchlantirishi mumkin.